Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana biz xulosa 3 ko'prik Otabek uylariga kelib, mana uylarda mishalkamiz hozir. Keyingi videomizda shart ko'rsatib beramiz. Xo'p, ozgina bir mishalkamiz haqida ma'lumot beramiz. Xo'p, mishalkamiz 350 kglik ko'rishdan ko'ra yangi retro bilan jihozlangan. 200 talik 40 qadr bo'ladi. 220 kishi, eng asosiy 220. Bitta ko'chada yoqilsa yuradi. Motorlari ham 3 kW, 1.5 yoblat mis bo'ladi, yangi bo'ladi. Yangi motor, yangi retro bo'ladi. Xo'p, material konteyner bo'ladi. Kim uchun konteyner, kim uchun yangi material qidiramiz. Hop, hozir bu narxi 7 million so'm, dastlabki alohida bo'ladi. Agar yangilikdan bo'ladigan bo'lsa, uni narxi 7.8 bo'ladi olib berishman dastlabkisidan. Hop, mana ishlari ham rezinkalar bo'ladi. Nega qo'ysan rezinka mana. Maylis bo'lsa ham qiynalmasin deb bular aylantirib o'ralamiz. Yo'roqda olishdan to'g'ri bo'lyapmiz. Keyingi videoda xudosa bir ichiga yem solib, aralashib ko'rsatib beramiz. Bundan oldin Otabekga mana uylarda miradga olishganda zo'r holatda ishlashyapti. Aql bo'lishibdi. Keyingi videomizda olsa, mishalga ko'rsatib beramiz.